2030-yilga borib biz Yevropaga yashil energiya sotamiz. Yevropaga bu real gapmi yo hazillashyapti? Yo'q, bu real haqiqat, real bor gap. Men nimaga aytyapman? Mana o'tgan yilgiga nisbatan 2 milliard 787 million kilovatt-soat ko'p ishlab chiqardik. O'tgan yilga nisbatan. To'g'ri? Rejadagidan kam, chunki iste'mol bugungi kunda biz rejalashtirganimiz 191 u 3, iste'mol 166-8, 24,5 million kilovatt-soat bir kunda kam iste'mol bor. Qayta tiklanuvchi emas, biz yangi stansiyalar quryapmiz. Bu yil issiqlik elektr stansiyasi quryapmiz, zamonaviy. Sirdaryodagi ikkinchi stansiya qurilyapti 1500. Surxondaryoda 1500 lik qurilyapti. Talimarjonda bu yil mana ishga уже tushdi 45 megawattdan oshib tarmoqqa beryapti, 400 megawattlik gazopochnovoy tushadi. 900 megawatt ikkita blokli yangi tushadi. Navoiy 3 quriladi. Qurilish boshlandi Jayka bilan birga. Navoiy 4 quramiz. Ya'ni 18 gigawattga yetkaziladi issiqlik elektr stansiyalarining quvvati. Ya'ni generatsiya jihatdan biz hozir agar bu yil 82-83 milliard kilovatt-soat ishlab chiqarish ko'zda tutayotgan bo'lsak, 130-135 ga chiqaramiz 30-yilga borib.